Assalomu alaykum ahli gruppa. Nar ayet günen bir reklama qilib jirayik. Na Biagoms qum bar ekan. Adresi Mirzag'ulda. Eshmurat bobo Haji shoning uyida. Mana bir qapchalovsi. Bu yerda ham bor. Hali chuvalchanning nimasi. Xo'p, mana bu qapchalar. Qapchasi 44 kilodan 47 kilogacha keladi deydi. Agar qaysilaringizga interesno bo'lsa, qapchasi qancha dedi esimdan chiqib ketdi shu arada. 75 qapchasi. Agar ko'proq og'ich odam bo'lsa, yana kelib savdo qilasizlar. Bir qapcha, ikki qapcha 75 so'm ekan. Mana kelingizlar, ko'ringizlar, adres Mirzag'ulda. Mana buning ichida chuvalchan jatir bu yerda. Shuning ichida no tayori Biagoms qum. Yana ham tayori bor ekan. Birinchilaringizga interesno bo'lsa kelingizlar. Qapchasi 44 kilodan 47 kilogacha keladi, tayyor qapchalangan. Xalasangiz o'zingiz kelib qapchalab olasizlar. Tayyor qumda parnik, marnik hamma narsaga. Mana oldin ostida bor yana chuvalchan, bosilib yotibdi. Chuvalchani ham kerak bo'lsa, bar shuni ham qilsangizlar bo'ladi. Mana marhamat. Biagoms, qum Biagoms. Paulina ma daraxt bor-ku. Ana shundan olaman desangizlar ham Paulina darag'i ham bor. Mana shulardan, 3 yilda katta daraxt olib ketaman. Mana bular 1 yillikmi, 2 yillikmi shunday. Qarangizlar. Nahal kuleklari bor, shuning ichida emas. Honi chekilib yotmaydi-ku. Shuning ichida mana. Qaysilaringizga interesno kelingizlar. Mana shu Haji bobo Eshmurat Mirzag'ulda. Ana shu boboning uyida. Qapcha Biagoms qumuman. Marhamat.